Bizga yana bir ajoyib integral berilgan. Shuni hisoblashimiz kerak. Uning uchun birinchi nima qilamiz? Birinchi bu ifodani soddalashtirib olamiz. Xo'p, -2 dan 2 gacha x kub plus x ni taqavusiga va x kvadrat plus 1 ni taqavusiga olamiz. X kvadrat plus 1 dx. Buni x chiqarib olsak x kvadrat plus 1 plus x kvadrat plus 1 antiko'rinmas biri bor va yana x kvadrat plus 1. Endi x kvadrat plus 1 larni chiqarib olsak x plus 1 taqsim x kvadrat plus 1 dx. Bularni qisqartirib olamiz. Integral belgilari qolib ketibdi. Shunda bizda -2 dan 2 gacha x plus 1 dx degan ifoda keladi. Endi bundan boshlang'ich olish juda ham oson. X boshlang'ichi x kvadrat taqsim 2, birda kelsa x. -2 dan 2 gacha. Birinchi 2 qo'yamiz. 2 ning kvadrati taqsim 2 plus 2 ayrilgan. Keyin -2 qo'yamiz. -2 ning kvadrati taqsim 2 -2. Xo'p, birinchi qavsimiz to'g'ri bo'ladi. Ayrilgan. Ikkinchi qavsimiz esa 0 bo'lar ekan va integral javob to'g'ri.